O'zim ham qo'rqqan tortimizni bugun sizlar bilan birga zagotovka qilamiz. Bu tortimiz sizlarga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Klientimning xohishlaridan kelib chiqqan holatda bu safargi tortimiz umuman o'zgacha bo'ldi deb ayta olaman. Sababi ularga umuman morojniy krem yoqmas ekan. Shu sababli ham ularga men cheese kremni tavsiya qildim. Sizga o'zi qanaqa nachinkalar yoqadi? Tort fruktoviy bo'lsa, yoki shokoladli etsam, menga uncha tortlar yoqmaydi. Iloji bo'lsa, tort ichidagi nachinkasi kisli sladkiy bo'lsin deganlarda, birinchi bu meni hayolimga aynan shu tort zagotovkasi keldi. Sababi bu tortimizning nachinkalari limonoviy kurt, ananas va apelsin. Aynan ananas va apelsin ishoning juda ham zo'r bir bilan chiqishadi. Siz bir marta bo'lsa ham tort zakaz berganingizda aynan shu nachinkalarni tanlab yeb ko'rishingiz kerak. Limonoviy kurt bo'lsa, bu aynan kisli mazalarni yoqtiradiganlar uchun. Shuncha kisli mazaga shirin maza ham qo'shasizda, malinani ham qo'shib yubora qolib. Ishoning, aynan shu tortni buyurtmaga olganimda shunaqangi hayajonlanib qo'rqdim, sababi men bu rezultatni qila olmayman deb o'ylagan edim. Lekin tortimning rezultati prosta wow. Agar sizga tortimizning dekoratsiya jarayoni qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada 2 sonini yozib qoldiring. Xursandligimdan ham bilsangiz bo'ladi. Men bu ishonchni oqladim, ya'ni klientim xohlaganlaridek qilib tort qilib berdim. Tort agar sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib keting. Tort faqat menga klientimga ham juda ham yoqdi va ular menga shunaqa zo'r odzivlar ham yozib berdilar. Bundan-da ko'p tort tayyorlanish jarayonini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Shayin Baker profiliga hoziroq podpisatsiya qilib qo'yish, yodingizdan chiqmasin.